baxtli yashash, tinchlik, tinchlik, bilim olish, ko'ngil xotirjamligi, sog' salomat yashash, sifatli ta'lim olish, tinch totuv yashash, o'z kasbining ustasi bo'lish, har doim bir-biriga mehribon bo'lish, tinch yashashimiz, baxtli yashash, farovon yashash, totuv yashash, bilim olishimiz, yurtimiz va oilamizning tinchligi, har xil sayohatlarda aylanish yurish, mustaqillik, tinchlik, ko'ngil xotirjamligi, onamning borligi, мир на земле, intilish, sog'lik. Dilnoz o'zing nima aytasan? Halovat.